Assalomu alaykum, men ismim Murod, yoshim 18 da. O'tgan galdagi videoda sizlarga bu mashina haqida, kimligim haqida tushuntirmasdan ketgan edim. Bugun sizlarga shu narsa haqida biroz qisqacha tushuncha berib o'tsam. Yoshim 18 da, Toshkent shahrida yashayman. Maqsad O'zbekistonda Formula mashinasini prototipini yasash. Bu narsa menga qayerdan kelib chiqdi? Qaysi nimadan ilhomlandim bilmadim-u, lekin shu narsani hali hech kim qilmagan ekan, demak men qilishim kerak degan fikr paydo bo'ldi. O'tgan yildagi videoda qilingan ishlarni haqida ozgina tushuntirib o'tsam, oldingi videomizda biz motor oldik, shassi qismi yasashni boshlagandik. Bu videolar ancha oldin olingan sababdan mana endi YouTube'ga qo'yib boramiz montaj qilib. Men shu paytda bir vaqtning o'zida 3 ta loyiha qilayotgandim, ya'ni Formula, orqamizda ko'rib turgan texnikamiz va dron. Bu oddiy dron emas, xolislik ko'rsatib o'tamasligi. Bu dron O'zbekistonda hali hech qayerda ko'rmaganman. Buni uchmaganligini keyingi videolarda ko'rib borsanglar bo'ladi. To'liq tushuntiraman. Testlar bo'ldi, qanchadan qancha o'xshamagan holatlar. Shunaqa keyin o'tamiz. Xo'p. Bu videodan maqsad nima? Biz hali yoshmiz. Kamchiliklarimiz bo'ladi. To'g'rilab, o'zingizlar qo'llab-quvvatlash sizga umidamiz. Kamchiliklar bo'lsa, aytib ko'rmaysizlar. Agar fikringiz qanaqadir taklifli bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Ammo subokaga o'tishdan oldin keyin sizlarga Formula 5 nima haqida tushuntirib o'tsam, ko'pchilik Formula 1 haqida eshitgan. Bu avtosportning eng yuqori cho'qqisi. Ming kuchdan ortiq quvvatga ega mashinalar, 100 millionlab dollar budjetli jamoalar va sayyoramizning eng yaxshi haydovchilari. Undan pastda Formula 2 turadi. Taxminan 620 ot kuchidan iborat bo'ladi va bu yerdan kelajakdagi F1 yulduzlari chiqadi. Keyin Formula 3 380 ot kuchi, Formula 4 160 ot kuchi va bu yosh haydovchilar uchun boshlang'ich pog'ona. Va nihoyat biz Formula 5 ga yetib kelamiz. Bu Formula mashinalar dunyosidagi eng qulay va eng boshlang'ich pog'ona. Quvvat taxminan 60-80 ot kuchi bo'ladi. Bu shunchaki kichik mashina emas. Bu ochiq g'ildirakli Formula avtosportining barcha qoidalariga ko'ra qurilgan haqiqiy bolid. Bunday prototipni qurish uchun bizga kerak bo'ladi po'lat turbali rama, o'rindiqli kokpit, aerodinamik qanotlari, ikkili chakli suspenziya va kichik mototsikl dvigateli. Tayyor bo'ldi. Endi xo'p. Eng simmetriyasida xatolik bor, lekin voqea hech yo'q. Aniqroq usulni topish kerak. Aniqroq. Xo'p. 15-fevral soat 7. Mana javob qoldik. Hayotda qilish bilan narsada tuzishda farqi juda katta ekan. Albatta hayotda qilish ancha qiyin, mashaqqati bor, hisob-kitobi ham. Bunda qilib shunaqa qo'ysa bo'ladi-mi? Qildik. Sochchoram. The next day. Bugun 16-fevral soat 10. Soat 10. Bu vaqtda 2026-yil. O'qishga kelaman. Sochchordim. Hali. A few moments later. Keyingi bekat tinchlik. Hurmatli yo'lovchilar, yosh bolali, nogiron va yoshi katta yo'lovchilarga joy bering.
Gapir. Endi mana aytish kerak. Klip o'ynarsan. Hop, metroda Formula 1 shassisini olishga ketyapmiz. Chassi emas, motor. Motormi? Ha. Chassi turibdi-yu. Uydami? Ha. Motor deb aytmaysan, rasmini ko'rsatganingga deb o'ylaman. Ha. Biroq xullas motorni olishga ketayotgan ekanmiz. 12 seconds later. Elas querem correndo, hoje rolar puteiro. Vai sentar pra A few moments later. Video, dokument bu. Mayli. Biz mana Muhammad bilan motor ko'tarib ketamiz uyga, avtobus kutamiz. Lekin bola ko'tarmayapti. Men ko'tarsiryapti, belim og'rib ketdi. Mani yelkam og'rib ketdi. Qani avtobus. Короче, The next day. yo'lini